ha, haqiqatdan Alloh hammadan buyuk, undan buyuk zot yo'q degan narsa dilida tursin. Qiroatni boshladi. Qiroatdagi har bir so'z Allohga munojotligini unutmasin. Mashhur hadis bor. Bandam namoz o'qib alhamduni o'qisa, alhamdulillahi robbil alamin desa, Robbi nima deydi? Alloh bandam menga hamd aytdi deydi. Va hokazo. Banda bilan Allohning orasidagi suhbat. Mana bularni har birini qiroatni, tasbihni, takbirni hammasini ma'nosini shukr his etsin. Shuni demak anglab mohiyatini qalbiga joy qilsin. Rukuga bordi. Ruku degani nima degani? Bizda bir kattaroq odamni ko'rib, qo'limizni ko'simizga qo'yib, boshimizni eksak, falonchiga ta'zim qildi deydi. Ta'zim degani ulug'lash degani. Demak, ruku tavozuning belgisi. Kimga? Robbil alaminga tavozu qilib egilyapti bandasi. Sajdaga bordi. Sajda bandani o'zini eng xor tutgan nuqtasidir. Kimni oldida? Robbisini oldida. Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytadilar, bandani Robbisiga eng yaqin bo'lgan holati sajdada turgan holatidir. Banda xursand bo'lsin, Allohga eng yaqin bo'lgan nuqtaga erishdi. Ana endi so'raydiganini so'ravasin, xorlik zorida va Robbisiga yaqin bo'lgan holida. Mana bu narsalar hammasi demak bizning qalbimizdan o'tishi kerak. Butun vujudimizdan o'tishi kerak, ruhimizdan o'tishi kerak. Azon aytilyapti. Azon nima? Chaqiriq. Azonni eshitgan banda deydilar mashoyixlar, qiyomatda chaqirig'ini esga olsin. Qiyomat chaqirganda hamma har tarafdan mahshargohga gurullab keladi. Azon chaqirganda hamma bandalar gurullab masjidga yig'iladi. O'sha mahshargohga nimaga borar edi? Hisob kitob bergani borar edi. Najot bo'lib qolarmikin degan umid bilan borar edi. Masjidga ham xuddi shunday. U namoz bilan bu namozning orasidagi gunohlarini yuvish uchun keladi. Namoz o'qiyman deb satr avrat bo'lib avratini to'sdi. Nimaga? Odamlarning ko'zi tushmasin dedi. Uyat joyim bekitay dedi. Lekin bu kifoya qilmaydi. Banda avratini to'sish bilan birga Allohdan ichki ayblarini to'ssin. Xuddi avratni to'sganidek ichidagi bor marazni, ruhiy xastaliklarni bekitsin. U zikr bilan bo'ladi. U Allohni ulug'lash bilan bo'ladi. U shukr bilan bo'ladi. Ibodat bilan bo'ladi. Ana shularning hammasini banda joyiga qo'ysin. Ana shu paytda namoz haqiqiy namoz bo'ladi. Ana shu paytda namoz o'zidan ko'zlangan maqsadlarni beradi. Bu quruq gaplar emas. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilar, mo'min banda namoz o'qisa nima bo'lishi to'g'risida aytinglar-chi deydi. Bir odamning hovlisidan ariq oqib o'tadi. Haligi odam o'zining hovlisidagi ariqda bir kunda 5 marta cho'miladi. Aytinglar-chi, o'sha odamning badanida kir qoladimi deydilar. Yo'q, qolmaydi. Bo'lmasa 5 vaqt namoz ham shunaqa. 5 vaqt namozni ixlos bilan, xushu bilan yaxshilab banda ado etib tursa, ana shu kunda uni ichki kirlari ham qolmaydi, yuvilib ketadi. Mana shu holatni biz o'rganishimiz kerak. Bular quruq gap emas, voqelikda bo'lgan gap. Sahoba ikromlar rivoyat qiladilar. Ra'aytu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yusalli va fi sadrihi azizun ar-raha ka azizur raha aw al-mirjali min al-buka. Men Rasul akram alayhissalatu vassalomning namoz o'qiyotganlarini ko'rdim deydilar ravi. U kishi namoz o'qiyaptilar, u ko'ksilaridan yig'ini asoratidan tegirmonni gurullashiga o'xshagan ovoz chiqib turibdi. Yoki qozonni qaynashi. Bu ham avvalgiga o'xshab 300 digu, lekin hajmi kattaroq. 300
ana shunaqa katta demak sahifalik kitob. Shunda mana shu masalalar hammasi hujjati bilan, dalili bilan bor. Faqat sizlardan umidimiz, rajomiz, so'rovimiz ixlos bilan duoda bizni unutmasdan mana shu kitoblarni hammamiz vaqtida olib o'qishimizni so'rab duo qilib turinglar. O'z-o'zidan savol paydo bo'ladi. Zakot nima-yu? Uni siz aytayotgan mavzuga bog'liqligi bormi o'zi? Zakot nima? Zakotni fuqaho ulamolarimiz ta'riflab aytadilarki, zakot maxsus moldan maxsus bo'lagini maxsus kishiga Alloh buyurgan ibodat niyati bilan berish.